Germaniyada bepul ta'lim. Davlat universitetlarida darsga qatnashish shart emas. Ba'zi universitetlarda faqat imtihon topshirsangiz kifoya. Ingliz tili, filologiyasi, biznes, iqtisodiyot, IT va ko'plab boshqa universitetlar uchun nemis tili sertifikati talab qilinmaydi. Ya'ni darslaringiz 100% ingliz tilida bo'ladi. Germaniyada hozircha yoshlar soni kamligi sababli ishchi kuchi yetishmaydi. Bu esa har bir hunarli talabaga, hatto faqat ingliz tili bilganlarga ham ish topish imkoniyatini beradi. Top universitetlarda kontrakt to'lamasdan bir semestr uchun atigi 100 yevro to'lab o'qishingiz mumkin. Bu to'lov kutubxona, talabalar guvohnomasi va boshqa xarajatlar uchun mo'ljallangan. Transport, ya'ni avtobus va jamoat transporti talabalar uchun bepul, shuningdek, deyarli hamma joyda 30-50% chegirmaga ega bo'lasiz. Eng qiziq tomoni, talabalardan soliq undirilmaydi. Agar oylik daromad 556 yevrodan oshmasa. Oshgan taqdirda ham talabalar uchun soliq stavkalari unchalik yuqori emas. Siz ham Germaniyada bepul ta'lim olishni istasangiz, izohlarda Germaniya deb yozing.